63-savol. Quyidagi ma'lumotlar asosida XZ birikmaning molyar massasini aniqlang. Birinchi ma'lumot, X, Y ning molyar massasi 56. Ya'ni X bilan Y ning molyar massa yig'indisi 56, endi moddaning massasi. X, Y4, Z ning molyar massasi 136. X, Y4, Z massa yig'indi 136. Y ning atom massasi, ya'ni Y ning molyar massasi 16. Biz bitta X topolsak bo'ladi. Ya'ni X plus Y o'rniga 16 qo'yamiz. Teng 56 ga. Shunda kelib chiqadi X 40 ga. Demak, bu orqali endi Z ni ham topsak bo'ladi. X 40 bo'lsa, 40 plus Y dan 4 ta. 4 ta Y 64 bo'ladi. 64 plus Z noma'lum bizda. Z teng 136 ga. Endi ikkalasini qo'shsak 104 plus Z teng 136 ga. Z teng bo'ladi 136 dan 104 ni ayirganimizga. Z ning qiymati 32 ekan. Z 32 bo'lsa, bizdan so'ragan XZ ning molyar massasi. X 40, Z 32. Ikkalasining yig'indisi 72. Demak, C javob to'g'ri.